Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Xo'sh, Turkiyada inflyatsiya juda ham baland darajada ketyapti hozir. Mana misol uchun 100 dollar 3268 TL bo'lyapti. Ma'lumot o'rnida aytaman, 5 yil oldin 2019-yil 100 dollar 560 TL bo'lgan bor yo'g'i. Ya'ni hozirgi puldan ko'ra 6 barobar arzon bo'lgan. Misol uchun mana hozir eng katta kupyurasi 200 liralik bo'lsa, 16 ta 200 liraga 16 ta mana shu qog'ozga 100 dollar beradi. 2019-yilda 5 yilgina bor yo'g'i 5 yil oldin mana shu ikkita 200 va bitta 100 uchtagina qog'ozga 100 dollar pul berardi. Hozir shu darajada inflyatsiya ko'tarilib ketganki, O'zbekistondan ham darajada o'tib ketgan, chunki O'zbekistonda 6 ta qog'ozga 100 dollar beradi. Ya'ni 6 ta 200 ming so'mlik pulga почти 100 dollar olsa bo'ladi. Bu degani o'zini milliy, ya'ni misol uchun eng katta kupyurasi Turkiyada 200 TL bo'lsa, shunaqa qog'ozdan 16 ta qog'ozga, 16 tagina qog'ozchaga 100 dollar olish mumkin. O'zbekistonda 6 ta qog'ozga 100 dollar olish mumkin. Tak что o'zimizning O'zbekistondan qo'ymasin.